Agar sizning bir necha minut vaqtingizni berishni xohlasangiz, men sizni yoshirin evingizdagi o'zingizning haqiqiy holatingizni ko'rgili olaman. Hamda uni davolab saqaytishingizga yordam qilaman. Mayli sizning ko'rganingiz qanday natija bo'lsin, hammasi bir qadamliq qalbning davolanishi. Gipnozni boshlashdan burun ikki muhim diqqat qiladigan ish bor. Birinchisi, gipnoz jarayoni nihoyatda bexatar. Shunga siz menga to'liq ishonsangiz bo'ldi. İkincisi, her qetimlik qalb sabri yoshirin ang bilan fikr almashtiradigan eng yaxshi fursat. Shunga siz mashqni tinch ham azod muhit elib bering, butun diqqatingizni mening yetakligimga bering. Avval yurak berib saqlab olib, ondan mashqni davomlashtiring. Bugungi qalb sabrimizni rasmiy boshlab ketdik. Mashqni tinch, rohat, daxlik uchirmaydigan muhit elib bering. Yazsangizmi yoki o'ltirsangizmi bo'ladi. Ko'zingizni asta yuming. Ko'zingizni yumgan vaqtingizda birdan rohat bir sezimni his qilasiz. Xuddi yumshoq bir qo'l ko'zingizni yengil o'lab qo'yayotgandek. Har qatimliq o'lab qo'yganda ko'zingizning harg'inligi va besimini yengiltayotgandek tuyg'uni his qilyapsiz. Men beshingizdan boshlab butunizgacha badaningizning har bir qismini tilga olaman. Har bir qatim, har bir o'rinni tilga olganda siz tashabbuskorlik bilan uni bo'shashtirsiz. Beshingizni, peshoningizni, qo'shiningizni, o'rningiz va eg'izingizni, ikki mag'zingizni, engikingizni, boyun omurtqangiz va boyun muskullaringizni, neyrongizni, ko'krak bo'shlig'ingizni, tuvangi qo'rsoq qismingizni, ikki bilagingiz va ikki qo'lingizni, ikki putingiz va put barmoqlaringizni bo'sh qo'yib eting. Siz hozir eng azod holatga kirdingiz. Endi siz barliq tasavvurlaringizni joriy qildiring. Men 3 kun sanayman, siz bir go'zal kecha osmonda turib, iliq va bexatar tuyg'uda turayotgan bo'lasiz. 1 2 3 Beshingizdagi yulduzliq osmon va atrofdagi manzarani tafsiliy ko'rsating. Yulduzliq osmondagi yulduzlar qoniyatli holda chaqnayotidi. Har qatimliq chaqnishi sizni texim azod qilyotidi. Siz barliq yulduzlar orasidan sizni eng jalb qiladigan bir yulduzni izlab teping. U qanday yulduz, qanday rangda? Siz bu yulduzning sizga barg'an siri qilishayotganligini bayqaysiz. Men yana bir qatim 3 kun sanayman. Men 3 ni sangan vaqtida yulduzlar sizning oldingizga uchib kelib, bir odamga aylandi. Bu odam dal haqiqiy o'zingiz-chu. 1 2 3 U odamning chiroyini, chiroy ifodasi va alohidligini tafsiliy ko'rdim. U o'ziga ishonadigan ham botir odammi yoki ko'p uvozliq tortgan intayin ojiz odammi? Men sizga ozroq vaqt beray. Siz o'z usulingiz bo'yicha uningga yaqinlashib, uni quchoqlab, uni rag'batlantirib, onunğa bo'lgan umidingizni, arzularingizni, ko'ngil so'zlaringizni onunğa desangiz bo'ldi. Siz onundaki barliq o'zgarishlarni ko'ra olasiz, ham his qila olasiz.
Agar mushu daqiqada sizning yig'lig'ingiz kelgan bo'lsa, o'zingizga ozroq davolash vaqti berib, o'zingizni ichingizga shu tuyg'ularingizni bo'shatib olishingizga yo'l qo'ysangiz bo'ldi. Mayli siz qanday natijani ko'ring, bu bir qitimliq ruhiy davolanish hisoblanadi. Men endi 3 kun sanayman, siz eng azali tuyg'ularingiz bilan reallikqa qaytib kelasiz. 1 2 3 Siz reallikqa butunlay qaytib keldingiz. Bu videoni saqlab olgandan keyin qayta anglab qalb